Ana kalası ölçümüz xudo xolasa bo'ladi. Mana terazimiz ham keldi. Mana bu terazchi mana mang'itniki. Shunda mollarimiz bo'lsa xabarlashasizlar, mana kelishib o'lchab beraveradi. Do'stim bir nomerini aytib ber. 93 369 25 25. Shu nomerga telefon qilsangizlar borib o'lchab beradi mollaringizni. Kamilariya bo'yicha. Ana hozir bilan mindiramiz mollarni. Shu terazchi bola mang'itniki. Aytaverasizlar, mollaringizga kelishib o'lchaveradi. Ana akalar birinchi molimiz chiqdi. To'xta. Mana akalar, birinchi molimizni mindirib o'tiramiz. Xudo xolasa molni ko'rsizlar. Molning zo'ray bu. Shunda mollaringiz o'zini xabarlashinglar. 491. Qana? 490 chiqadi. 491 kilo. Tushirim. Tartin shu yoqqa. Aparıyorsa şu yoqqa var. Çocuğun var. Ana mal ko'rsizlarmi? Molni qaranglar deydi. Mang'itdamiz Turkman chegarada. Mollarimiz bo'lsa xabarlashinglar, kelishib olaveramiz. Molni şiiri. Zordan zoru. Ana aka molni ko'rsizlarmi? Zordan zoru. Shuni sifat deb aytsa bo'ladi. Ana akalar ikkinchi molimiz bu. Ha qo'l. Adaş. Qo'lda tur. 527 kilo. Ana mol ko'rsizlarmi? Mana ikkinchi molimiz bu. Mol bolası. Ana Doniyor qassob shu yerda. Mollarning zo'rlig'ini. Cho'chani var. Çö. Endi bir yutuba beringla mol, endi bunları bunlarla. Mollar bo'lsa aytaveringlar, taqsimda kelishib, ularni sanab ketadi. O'yinda bor. Janvar baqirib qol. Qo'ldanglar. 461 kilo. Tushirim. Cho'jari var. Bugün ertan oxirgi kuning pichoqqa tushasan. Ana pullarni sanab beryotir mana. Naq shunda sanab beryotir. Mana sanab. Aga sana bak yanınızdamız. Mana hozir qolgan mollarimizning pullari bu. Mana Doniyor qassob sanab beryotir pullarni. 55, 57, 58, 59, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Ana akalar pullar sanab berildi. Mana iyasi rozi. Mana Doniyor qassob. Mana Sanjar qassob. Ber shu yerda. Naq shunda sanab berdi. Like, подписка ayamanglar xudo xolasa. Sanjar qassob ham shu yerda. Arzimas mehnat Sanjar qassob ham shu yerda mana. Bu qassob ham shu yerda dengin. Ana bu qassob ham shu yerda. Onda bosh qassob. Ana xabarlashaverasizlar, naq shunda sanab beramiz pullarimizni.